Biz Ukraina bilan bog'liq vaziyatni faqat diplomatik yo'llar bilan hal etish zarur deb hisoblaymiz va Istanbulda bo'lib o'tayotgan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni olqishlaymiz. Shu bilan birga ko'pdan buyon cho'zilayotgan G'azo fojiasiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 21-asrda ko'z o'ngimizda ko'plab begunoh insonlarning nobud bo'layotgani hech nima bilan oqlab bo'lmaydi. Bu muammoning yagona yechimi nizoni xalqaro huquq me'yorlari va qabul qilingan rezolyutsiyalar asosida adolatli hal qilishdir. Falastin xalqi o'z mustaqil davlatiga ega bo'lishi haqlidir. Global kun tartibidagi yana bir masala bu qo'shni Afg'onistonning tinch va barqaror rivojlanishiga ko'maklashishdan iborat. Bu davlatning amaldagi hukumati bilan xalqaro maydonda konstruktiv muloqot olib borish, uning yakkalanib qolishiga yo'l qo'ymaslik har qachongidan ham muhim deb o'ylaymiz. Zero mazkur mamlakatdagi osoyishtalik va iqtisodiy rivojlanish yon atrofdagi barcha mintaqalarning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun zarur omildir deb biz mana shunday deb bilamiz.